Nega opangning to'yiga qarshilik qilyapsan? Chunki Rustam akani kimligini juda yaxshi bilaman. U opamni tengi emas. G'irt ko'cha bezorisi. Xo'p, shuni opangga tushuntir. Yo bo'lmasam oying, yo bo'lmasam dadangga ayt, bu to'yga qaytarishsin. Buni iloji bo'lmayapti. Hamma shu to'yga yopishib olgan. Opamni to'yini bir necha kunda o'tkazib yuborishmoqchi. Nega hamma bunchalik shoshyapti, hayronman. Rustam aka ham opamdan allaqachon kechgandilar. Nega to'satdan uylanaman deb qoldilar? O'ldim, kuydim, uylanaman deb qoldilar. Sen nimagaligini bilmaysanmi? Men qayerdan bilaman? Aldama, bilasan. Buni ko'zlaringdan sezib turibman. Men senga bilmayman deyapman-ku. Qanaqa qilsan o'zi? Namuncha menga yopishib olding. Menga qara. Men sen bilan urushgani kelmadim. Agar kelishib ish qilsak, ikkimiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Uzr, javob bermasam bo'lmaydi. Alo. Alo. Ha, Buzruk aka. Hozir tashqariga chiqib oling. Eshitaman, Buzruk aka. Laylo qayerdasan? Ko'chadaman, tinchlikmi? Tinchlik emas. Opang qayerda? Opam shifoxonadalar. Opang shifoxonada yo'q. Uni olib ketishdi. Kim olib ketadi? Qayoqqa olib ketadi? Agar qayerdaligini bilganimda senga qo'ng'iroq qilib so'rab o'tirmasdim. Oying bilan bo'lajak pochchang kelib uni olib ketishdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Laylo, opang bu yerda emas. Hamma yerni qaradim. Keyin dugoning Go'zalam ko'ribdi uni olib ketishganini. Seni hech narsadan xabaring yo'qmi? Xabarim yo'qda albatta. O'zim ham hayronman. Qanaqasiga senga aytmasdan olib ketishadi? Bilmadim. Asabiylashmay, hozir oyimga qo'ng'iroq qilib ko'ring. Nima qilsang qil. Uni boshqa shifoxonaga joylashtirmasdan qaytarib olib kelish kerak. Bo'lmasam hamma rejamiz chippakka chiqadi. Xo'p, shoshmay, hozir oyimlar bilan gaplashing. Bo'la qol. Uf, jin ursin. Nimaga to'satdan olib ketishadi? Uf, nima qilyapsiz, oyi? Ko'tarsangiz-chi. Uf, nima qilsam-kin? Rustamga qo'ng'iroq qilsam-kin? Agar rostdan ham doktor gap to'g'ri bo'lib, Shahloning qonidan virus topilmasa nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Yaqin kunlarda to'yini qilamiz, bo'ldi. Yo, sen yana to'ydan qochish imkoniyatini qidiryapsanmi? Yo'q, unaqa emas. Nega unda unaqa g'alati savollar beryapsan? Haligi oyim Nima oying? Men qara bolam, sen oyingni gapiga ko'p ham e'tibor beraverma. Ayollar gapiraveradi. Sen erkak kishisan. Gapir deymi, javobini ber. Agar G'ulom akam to'nini teskari kiyadigan bo'lsa, unda biz jabr chekamiz. Tushundingmi? Xo'p, tushundim. Nima gap singlim? Analizlar oldik. Xudo xohlasa, bugun kechqurun yoki ertaga ertalab javobi chiqadi. Singlim, menga shu narsalarni imkon qadar tezroq qilib berishingiz kerak.
Bu qiz meni bo'lajak kelinim. Yaqin kunlarda to'y qilishimiz kerak. Hamma gap mana shu analiz javoblarga taqalyapti. Sizni hurmatingiz 2 soatlarda hal qilib berishga harakat qilaman. Rahmat. Oyjon, o'sha yerdan ketganimiz yaxshi bo'ldi. Buzrukni har ko'rganimda asabim buzilayotgandi. Siz majburlayotganingiz uchun zo'rg'a chidayotgandim. Meni kechir qizim. Nima qilay, o'shani gapiga ishonib qoldim-da. Aksiga olib bugun dadangdan ham ancha gap eshitdim. Tavba, bizni aldaganiga hozir ham ishonmayapman. Unchalikka bormas qizim. Oyjon, agar rostdan ham meni to'yim bo'lmasligi uchun bizni aldagan bo'lsa, men uni hech qachon kechirmayman. Tavba, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa qizim, men uni borib ishxonasida sharmandasini chiqarib kelaman. Oyjon, ko'tarmang. Nega? Laylo boya menga ham qo'ng'iroq qilgandi. Ko'targanim yo'q. Nega ko'tarmaysan? Hozir ko'tarsangiz qayerdasizlar? Opamni qayerga olib ketib qoldingiz deb boshingizni qotiradi oyjon. Ha, nima qildi? U yerdan allaqachon ketib bo'ldik-ku. Iltimos oyjon. Bekorga asabingiz buzilgan qoladi. Hech bo'lmasa javobimiz chiqquncha olmay turaylik. Oyjon. O'zi shu qizingiz odamni ozgina shubhalantiryapti-da. Bu nima deganing? O'zini juda ham g'alati tutyapti-da. Qachon qarama Rustamni yomonlab, buzrukni maqtayapti. Ay tavba, nimaga unaqa qiladi? Menga qara, bu gaping bilan nima demoqchisan? Bilmadim oyi. Nimani o'ylayotganimni o'zim ham bilmayman. Voy xudoyim. Sal qizim. Yana qilyapti. Ko'tarmang oyjon. Mayli. Sen aytganing bo'lsin qizim. Bular atilab mendan yashirib ish qilgan ko'rinadi. Bo'lmasa allaqachon telefonni ko'targan bo'lardi. Ha, Buzruk aka. Nima gap, gaplashdingmi? Yo'q, gaplasha olmadim. Nimaga gaplasha olmayapsan? Chunki ular telefonimga javob berishmayapti. Nimaga javob bermaydi? Oping javob bermasa oyingga qil. Bo'lmasam Rustamga qo'ng'iroq qil. Hammasiga qildim, hech kim javob bermayapti. Ha deb bir gapni qaytarurmasangiz-chi? Ular-ku mendan qochib ketishdi, lekin sendan qochib ketmasa kerak. Balki doktor qabulidadir. Hozir ishimni bitiraychi, uyga qaytib ular bilan gaplashib ko'raman. Nima qilsa ham baribir uyga borishadi-yu. Laylo, hazlashyapsanmi? Vaziyat juda ham jiddiy. Agar hozir boshqa shifoxonada doktorning nazoratidan o'tayotgan bo'lsa, Shahloning qonida virus yo'qligi aniq bo'ladi. Keyin hammasi tamom. Yo'q, to'y degani. Hozir hamma ishlaringni tashab, opangni top. Ha, bilaman, hammasini tushunib turibman. Lekin ular allaqachon boshqa doktorga bor bo'lishgan. Men aytganim bilan qaytib kelishmaydi. Endi bu to'yni buzishni boshqa yo'lini qidirish kerak, tushunyapsizmi? Men ham o'ynab o'tirganim yo'q. Yana qanaqa yo'l? Men Rustamni ma'shuqasini oldidaman. Hozir ichkarida kutib o'tiribdi. Kirib gaplashiy, u ham ketib qolmasin. Xo'p, bo'pti. Yangilik bo'lsa darrov ay. Xo'p.
voy qayoqqa? Nima, men senga bekorchimanmi? Uzr. Iltimos, gaplashib olaylik, biroz sabr qil. Menga qara, tezroq dardingni ayt. Men ketishim kerak. Xo'p, shoshma. Senda ozroq gapim bor. Qulog'im senda. Tezroq gapir. Hozir opam oldiga borishimiz kerak. Nimaga ekan? Nega bo'lardi? Boyadan beri nimani gaplashyapmiz sen bilan? Opamni Rustam akadan aynitishimiz kerak. Sen oldilariga borib hamma haqiqatni aytsang, opam darrov fikrlaridan qaytadilar. Ularni yaxshi bilaman, xiyonatni kechirmaydilar. Menga qara. Sen qiz o'zingni kim deb o'ylayapsan? O'zingdan o'zing kelib menga buyruq berasan. Opamni oldiga bor deyapsan. Janjal qil deyapsan. Esing joyidami? Men hech kim oldiga bormayman, eshitdingmi? Nega? Senga Rustam aka kerak emasmi? Kerak albatta. Tushunarli. Seni yaxshilab qo'rqitib qo'ygan ko'rinadi. Yo'q, aksincha, menga hech qachon ajrashmaymiz deb va'da berganlar. O'zi umuman bu seni ishing emas. Xo'p, bo'pti, tushunarli. Rustam akani ishonchidan chiqib qolishdan qo'rqyapsan. Hech bo'lmasa birga tushgan rasmlaringizdan ber. Yoki videomi? Opamga olib borib ko'rsatishim kerak. Axir o'ylab ko'rsang-chi. Rustam aka keyin sen bilan ham aloqani uzib yuborishlari mumkin. Agar hozir aytganimdek qilsang, ular seniki bo'ladilar. Hech kim bilan bo'lishmaysan. Rozimisan? Oyi, ovqatni keragi yo'q edi. Uyda hamma narsa bor deb aytdim-ku. Voy o'g'lim, namicha yovvoyi bo'lib qolgansan-a? Indamasam kelinim ko'rishga ham ruxsat bermaysan-a? Axir bemorni ko'rishga quruq qo'l bilan kelmayman-ku. Xo'p, mayli oyi, faqat keliningizni ko'rgani kirganingizda o'zingizni ushlang. Xo'p, yig'lamang. Bu nima deganing? Endi sizni bilaman. Ko'nglingiz bo'sh. Agar hozir siz yig'laydigan bo'lsangiz, u battar yomon ahvolga tushib qoladi. Shuning uchun keliningiz yonida yig'lab, o'zingizni ham, uni ham siqmang, xo'p? Shuning uchun o'zingizni qo'lga oling, xo'p, iltimos. Xo'p. Bo'pti bola. Harakat qilaman. Lekin menga bunaqa shartlaringni qo'yma. Qani yurchi kiraylik? Xo'p, yur. Keling, oyi. Lobar, yaxshimisan? Oyim seni ko'rgani kelibdilar. Oyi, kelavering. Bola. Qimirlamang. Tuzyapmisiz? Qimirlamang. Bo'ldi bola. Bo'ldi bolajonim. Yaxshimisiz? O'zingizga kelib qoldingizmi? Nima bo'ldi? Nega bezovta bo'lyapti? Sizni ko'rib sal xijolat bo'lyapti-da, shunga oyi. Bola. Voy o'lmasa. Nega xijolat bo'lasiz? O'zim o'rgalaysizda. Xijolat bo'lmang. Asal kelinim. Mana ko'rasiz. Hali tuzalib ketasiz bolam. Lobar bo'ldi, sal o'zingni bosgin. Hammasi joyida. Bu nima ko'rgilik bolam? Shunday chiroyli malikadek kelinim bor edi. Ahvolini qara. Bechora boshini tuzukroq qimirlatolmayapti.
bechora bolam-a. Boshingizda shu sinovlar ham bor ekanda. Ilohim, mashina haydamay oyoqlari uzilib tushsin bu yaramaslarni. Xudoga soldim. Xudo jazosini bersin. Bo'ldi bolam. O'zim asal kelinim. Aqlli kelinim. Hali shunaqangi ko'rmagan deb bo'lib ketasiz bolam. Oy, Tinchlikmi? Senim, tinchlikmi? Xo'sh, bilan to'yni qilishingiz kerakmidi, Said aka? Shunaqa. Bo'lajak kelinimizga turmushga chiqishga avvalgi doktor ruxsat bermagan edi. Shuning uchun ham siz oldingizga keldik. Bo'lar ishni cho'zmasdan gapira qoling. Nima ham derdim? To'ylar muborak bo'lsin. Nima? Yo, to'xtang, shunda menga qarang doktor, shunda qizimni turmushga bersam bo'ladimi? Qonida hech qanaqa virus yo'qmi? Yo'q. Qizingiz qonida hech qanaqa virus yo'q. men qarang dada, demak buzruk bizani aldagan. Men hozir borib Aldagan bilan gaplashib ekan. kelaman. O'zingni bos. Hozir bunaqa gaplarni vaqti emas. Katta rahmat. Shunda hech qanaqa muammo yo'qmi? Muammo yo'q emas, bor. Bemorda biroz kam qonlik, kam harakat bo'lgani uchun qon quyilishi bor. Buni to'ydan keyin ham davolasa bo'ladi. To'ydan keyin ikkalanglar ham obdon tekshiruvdan o'tasizlar. Tekshiriladi. Rahmat sizga. Qizingizni o'zini kasalliklariga keladigan bo'lsak, bugun yana analiz topshirib ketsalar, javoblarini aytamiz. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Mayli. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli tuzalib keting. Rahmat. Senim, sizda gapim bor. Menga qara. Laylo kelmadimi? Yo'q hali. Shahlo opa bilan gaplashdingizmi? Hech kim bilan gaplasha olmadim. Telefonni ko'tarmayapti. Ha mayli, nimaga asabiylashasiz? Xavotir olmang, ularga hech narsa bo'lmaydi. Uyga emas, shifoxonaga olib ketishdi-ku. Allaqachon doktorlar nazorat qilayotgan bo'lsa kerak. Bilaman, o'tgan safar ana o'zi ham keldi. Nima bo'ldi? Opang bilan gaplashdingmi? Go'zal, Buzruk aka bilan gaplashmasam bo'ladimi? Xo'p, obang yaxshimilar? Ha, yaxshilar, xavotir olma. Borur. Xo'p. Gapirsang-chi endi. Afsuski, opam bilan ham, oyim bilan ham gaplasha olmadim. Qanaqasiga? Senda qochib yurishmagandir har holda. Menimcha qochib yurishibdi. Tushunarli. Xo'p, nima bo'ladi endi? Endi qolganini uyga borsam bilib olamiz. Lekin menda bir yangilik bor. Qanaqa? Opam Rustam akadan ketishlari uchun yaxshigina sabab topdim. Qanaqa sabab? Qanaqa bo'lardi? Rustam akani ma'shuqasi.
Nima bo'ldi o'zi? Gapirsen-chi. Kelganingdan beri xayol surasan. Anavi Shahloni singlisi bilan uchrashdim. Shahloni? Ha. Haligi Rustam akani qalig'i bor-ku, o'sha. Xo'sh. Xo'sh. U bu to'yga qarshi ekan. Shuning uchun opasini aynitish maqsadida meni oldimga kelibdi. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Ha. Hatto u menga Rustam akani ma'shuqasi ekanligingizni ayting deyapti. Sen nima qilding? Ha, nima qilardim? Bormadim. Lekin Rustam akam bilan tushgan rasmlarimizni berib yubordim. Nima? Esing joyidami seni? Nimaga berasan? Nega bo'lardi? To'y bo'lmasa menga ham yaxshi-ku. Senga-ku yaxshi. Lekin bundan Rustam xabar topsa nima bo'lishini bilasanmi? Qaytib seni yuzingga ham qaramaydi, bilib qo'y. Aytmaydi. Bunaqa ishonch bilan gapirma. U menga va'da berdi. Aytmaydi, tamom. Tavba qildim. Bugun birinchi marta ko'rib turgan odamingni va'dasiga ishonyapsanmi? Tag'in bo'lajak kundoshingni singlisiga. Bo'lmagan gaplarni gapirmasang-chi. Qanaqa kundosh? To'g'risi ham-da. Agar u opasi Rustamni emas, sen bilan Rustamni ajratish uchun shunaqa ishlarni qilayotgan bo'lsa-chi? Unda nima bo'ladi? Eshitaman. Buzruk aka, nima qilsangiz qiling. Opamni o'zingizniki qiling. Yana qancha yordam berishim kerak sizga? Xo'p, nima qilishim mumkin? Men qayerdan bilaman nima qilishingiz kerakligini? Menga desa olib qochib ketmaysizmi? Qanaqa erkaksiz o'zi? Sizga shuncha yordam berdim. Yana nima xohlayapsiz? Opamni nima qilsangiz ham o'zingizniki qiling. Rustam akaga tegmasliklari kerak. Hech qachon. Nimaga? Chunki sababi Rustam akani men sevaman. Ularga faqat men turmushga chiqishim kerak. Sadoqat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsan? Nima qilardim? Keldim. Men senga aytdim-ku, bugun kelishing shart emas deb. Nimaga? Oyjon ketmadilarmi? Voy, uzr. Oyingiz ketmadilarmi demoqchi edim. Ketdilar. Unda nega meni haydayapsiz? Sadoqat, men seni haydaganim yo'q. Bugun kelmasang ham bo'ladi dedim. Uyingga borib, damingni ola qol. Yo'q, Nodir aka. Men shu yerda qolmoqchiman. Kirsam maylimi, iltimos? Mayli, faqat iltimos ovozingni chiqarmagin. Lobar ko'ziga ham ko'rinma. Seni bu yerdaligingni bilmasin. Bilaman. Xavotir olmang. Kir.
Labbay oyijon. O'g'lim, yaxshimisan? Yaxshi rahmat, o'zi yaxshimisiz? Yaxshi emasman. Qayerdasan? Men ishda edim oyi. Yana o'sha Shahroni yoniga yugurib borib oldingmi? Yo, nima sen bizga qasma-qassiga qilyapsanmi, o'g'lim? Yo'q oyi, aytyapman-ku, shunchaki ishga keluvdim. Yig'ishtir ishingni. Ish deb necha kundan beri bizni aldab yuribsan. Hech qaysi shifoxonada, hech qaysi doktor 4-5 kunlab navbatchilikda turmaydi. Uyalmaysanmi, o'g'lim, ota-onangni aldagani? Nima, bugun ham o'sha yerda qolmoqchimisan? Yo'q oyi, hozir uyga qaytyapman. Keyin xavotir olmang, shundoq ham Shahlo bu yerda yo'q. Bu nima deganing? Qanaqasiga yo'q bo'ladi? Ketdi oyi. Xudoga shukr. Va nihoyat Xudo nolalarimni eshitibdi-ku. Xo'p, bo'pti. Menga qara bola. Dadang sendan qattiq ranjidi. Hozir sen ulardan achchiq qilishning o'rniga kechirim so'rashing kerak. Qani bo'l, darrov uyga kel. Xo'p, oyi, boryapman. Hozir boraman. Bo'la qol. Tez bo'l. Xo'p. Oyi, akam bilan gaplashdingizmi? Ha, akang bilan. Nima, yana ishda qolarmikanlar? Endi qolib yurmaydi. Ana u Shahlo boru, shifoxonadan ketibdi. Asabimni ham tamom qilgan. Ha, bo'ldi, asabiylashmay oyi, bo'lmasa yana maziz bo'lmay qoladi. Senlarni qiliqlaringga asabiylashmasdan bo'ladimi? Avval opang kuydirdi. Sevdim, kuydim deb. Endi akangga navbat keldimi? Yo'q, o'g'il bola ham shunaqa bo'ladimi? Ha, o'sha qizga yopishib olganini qara. Endi rostdan ham yaxshi ko'rsalar kerak-da, oyi. Jim bo'l. Bu gapni qaytib og'zingga olma. Tushundingmi? Yaxshi ko'rishga haqqing yo'q senlarni. Oyi, Ha nima? Ota-onangga yoqmaydigan insonni yaxshi ko'rib bo'lar ekanmi? Birovni sevsang, ota-onangga qarshi sevasanlarmi? Menga qara. Hoy qiz. Seni ham ogohlantirib qo'yaman. Qadamingni o'ylab bos. Anu Nodirning ukasi bilan umuman salom alaykum. Tushundingmi? Dadang ham, men ham seni qancha ogohlantirdik. Agar yana shuncha gapdan keyin ham aqlingni yig'ib olmasang, o'zingdan ko'rasan. Teringni shilib olaman. xo'p, oyi. Eshitaman. Buzruk aka, nima qilsangiz qiling. Opamni o'zingizniki qiling. Yana qancha yordam berishim kerak sizga? Xo'p, nima qilishim mumkin? Men qayerdan bilaman nima qilishingiz kerakligini? Menga desa olib qochib ketmaysizmi? Qanaqa erkaksiz o'zi? Sizga shuncha yordam berdim. Yana nima xohlayapsiz? Opamni nima qilsangiz ham o'zingizniki qiling. Rustam akaga tegmasliklari kerak. Hech qachon. Nimaga? Chunki sababi Rustam akani men sevaman. Ularga faqat men turmushga chiqishim kerak. Eshityapsizmi gapimni? Ha, eshityapman. Men sizga o'zim qo'ng'iroq qilib beraman. Xo'p.
Ha? Ishing vaqtli tugabdimi? Senga nima? Nimaga kelding o'zi? Ha, shahlo yo'q. Navbatchilik ham yo'q endi. Menga qara. Sen qanaqa erkaksan o'zi? Qalig'ing haqida qaysi or bilan gapiryapsan? Ey, vot endi meni qaylig'im bo'lgani uchun atrofida o'rlash yurgani uchun aytayapman bu gapni. Seni kimligingni juda ham yaxshi bilib bo'ldim. Ha, yo'q-e? Senga Shahloni qizig'i umuman yo'q. Ey, Lekin unga nimaga uylanmoqchi bo'layotganingni tushunmayapman. u seni muammoing emas, doktor. Sen ishingni qil, tushundingmi? Vazifangni qil. Sen hozir vazifang odamlarni davolash, tushundingmi? Birovlarni hayotiga aralashib, ularni to'yini qoldirishga senga kim huquq berdi? Kimsan sen? Ha? Senga ham, seni soxta to'yingga ham tupurdim, tushundingmi? Ey, hozir yana bir marta Shahlon ismini tilingga oladigan bo'lsang, Nima qilasan? mana qilaman. Mana senga. Mana shu kerak. So'z. Ketdik. Ketdik, qoch. Buzruk aka, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Turing, 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 turing. Ichkariga kiramiz. Yuring, yuring. Sekin, sekin, shoshilmang. Tortma. Oyi, o'zim suzardim. Voy, qizim, qiziqmisan? O'zi kuni bilan yurib charchading, bolam. Ol, qizim. Rahmat. Xudoga shukr. Bugun juda ham xursand bo'ldim-ey. Meni yerga berib qutulishingiz o'ylabmi? Bu nima deganing? Qoningda jiddiy muammo yo'qligidan. Bilaman, oyijon, hazillashyapman. Lekin tezda to'yni ham o'tkazib yuborishimiz kerak. Dadang ham eshitib juda xursand bo'ldi. Dadam bildilarmi, oyijon? Ularga qanaqa qilib aytdingiz? Sayt aka telefonda gaplashdi. Ahvollari yaxshi ekanmi? O'zim ham juda ham xafa bo'lib ketyapman. Dadang yaxshilar, xavotir olma. Ularni xursand qilmoqchi bo'lsang, to'yni tezroq o'tkazishimiz kerak. Ana o'shanda xotirjam bo'ladilar. Tushundingmi? Oyi, opa, bu nima qilganinglar? Nimaga indamasdan shifoxonadan ketib qoldinglar? Tag'in na telefonga, na SMSga javob berasizlar. Nima atilab O'zingni bos, qilyapsizlarmi? qizim. Opang doktorni ko'rigi deydi. Sen bilan gaplashishga imkoni bo'lmadi. Oyi, xavotirdan o'lay dedim axir. Xavotir olma. Hammasi yaxshi. Opangni qonida hech qanaqangi infeksiya yo'q ekan. Nima? Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Namuncha kelishingiz qiyin bo'lib ketdi. Ichim qizib ketdi. Nima bo'lganini ham aytmadingiz. Hamma zo'r. Keliningni shifoxonadan olib chiqdimda, uyiga borib joylashtirib keldim. Nima? Keliningni deysizmi? Ha, Shahloni aytayapman. Xudo xolisa bu yog'iga to'y. Mundoq tushuntiribroq gapirsangiz-chi? Nega shifoxonadan olib chiqasiz? Qanaqa to'y? Uni kasali-chi? Hech qanaqa kasali yo'q ekan. Bemalol to'y qilsak bo'lar ekan. Qanaqasiga? Nimaga g'alati savollar beraverasan menga qara? Shifokorlar adashgan ekan. Kelinning hech qanaqa muammosi yo'q. Qisqasi bemalol to'yga tayyorgarlik qilaver. Nega anqayasan?
opang turmushga chiqsa bo'larkan deyapman. Xursand bo'lmaysanmi? Ha, xursandman albatta. Lekin opa, siz bir qarorga keldingizmi? Nimani aytyapsan? Shu Rustam akaga turmushga chiqishni-da. Men allaqachon bir qarorimni aytganman. Xuddi endi eshitayotgandek gapiryapsan. Yo'q, balki yana bir o'ylab ko'rarsiz deyapman-da. Bu nima deganing, Laylo? Qizim, esing joyidami seni? Qisqasi, Rustam aka oyi opamni sevmaydi baribir. Undan ko'ra buzruk aka... o'chira ovozingni. Gapirma o'sha buzrukingni. Shuncha kundan beri bizni ahmoq qilib yurgan ekan-a? Men uni katta vrach deb gaplariga ishonib yursam, umuman o'zgarmabdi. Dadang haq ekan. Bu yaramas pastkash opangni baxtini ko'ra olmagan. Yo'q oyi, buzruk aka opamni yaxshi ko'radilar. Qachon qaramay kelib, Rustam akani yomonlab, buzrukni maqtaysan. Xafa bo'lmagin, lekin oxirgi payt senga umuman tushunmayapman. Opa, men shunchaki sizni baxtingizni o'ylayapman. Ikki quloqing bilan ham eshitib ol. Meni baxtim Rustam aka bilan. Undan keyin men allaqachon qarorimni ham qabul qilganman. Singiljonim, iltimos aralashma. Bunaqa gaplaringni gapirib, meni juda ham xafa qilyapsan. Rahmat oyijon. Shoshmang opa. Opa, Tinch qo'y uni. ularga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Tinch qo'y. O'tir. Tinch qo'y. Uni asabiylashtirma. Undan ko'ra hozir senga ovqat suzaman. Yeb olasan. Ey xudoyim, tavba. Ha o'g'lim? Yana nima his qilib o'tiribsan? Nima bo'ldi? Nimagaligini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz-ku, onam. Menga yoqmayapti. Rostdan. Men shuncha ham xohlamayapman mana shu to'y bo'lishini. Umuman xohlamayapman. Bola, endi dadangni ko'ryapsan-ku. Lekin o'g'lim, uylan shu qizga. Uylan. Tushunmadim. Uylan. O'zing ko'rding, u nogiron. Uyimizda esa zina bor. Qiz to'satdan yiqilib o'lib qolishi mumkin. Axir u nogiron-ku. Assalomu alaykum. Bugun kelmaysanmi deb o'ylovdim. Nega oyi, kelyapman-ku mana. Soat necha bo'lganini bilyapsanmi? Uzr oyi, ishxonada ushlanib qopman. Bo'lmagan gaplarni gapirmagin. Boshlig'ingga qo'ng'iroq qildim. Do'kondan ketganingga allaqachon bo'lgan ekan. Xo'sh, qayerda eding? Bu nima qilganingiz oyi? Nega meni sharmanda qilyapsiz? Nima? Aslida sen nima qilyapsan? Kimni sharmanda qilyapti? Ishxonamga qo'ng'iroq qilib nima bor edi? Ertaga borsam ming'irlab asabimga tegishadi. Nima menga kerakmi o'shalarning sassiq gapi? Ha. Sizni tarbiyaga chaqirgan odam, qayerdaligingizni so'ragan odam shunaqa sassiq gapirgan bo'ladimi? Unda men-chi? Men qanaqa gapiryapman? Oyjon, iltimos, janjal qilmaylik. Charchab ketdim. Uyqum kelyapti. Yarim tungacha ko'chada daydiganingdan keyin charchaysan-da. Ahvolingga qara. Qanaqasan o'zi? Qiz bola degan voqliroq uyga kelib, uy ishlariga qarashmaydimi? Iltimos, muammoyim o'zi shundoq ham yetarli bo'lib turibdi. Muammoyim?
seni muammoing nimaligini, qanaqaligini yaxshi bilaman. Dardi xayoling o'sha Rustamda. Biroz uyalgina. Oring bormi o'zi? Hoynahoy hali ham o'shanga yalinib yurgandirsan, ha? Orim yo'q meni, bo'ldimi? Orim yo'q, eshityapsizmi? Menga Rustamsiz hayot yo'q, eshityapsizmi? Hayot yo'q. Odamlarning gapiga tupurganman. Voy sharmanda. Hoy qiz, shoshma, menga qara. Yo'q, balki yana bir o'ylab ko'rarsiz deyapman-da. Qisqasi Rustam aka oyi opamni sevmaydi baribir. Undan ko'ra Buzruk aka. O'chir ovozingni. Yo'q oyi. Buzruk aka opamni yaxshi ko'radilar. Opa uxlamadingizmi? Ke. Uxlamasdan nimalarni o'ylab o'tiribsiz? Shunchaki o'zi. To'yingiz haqida o'ylayapsiz-a? Ko'zlaringizdan sezib turibman, opa. Siz ham Rustam akaga to'liq ishona olmayapsiz. Laylo yana boshlamagin. Opa, men hazillashmayapman. Nimaga meni gaplarimni jiddiy qabul qilmayapsiz? Laylo, men Rustam akani yaxshi ko'raman. Buni juda ham yaxshi bilib turibsan. Buzrukka keladigan bo'lsak, men uni oldin ham shundoq ham yomon ko'rganman. Bugun to'yimni qoldirish uchun bizni aldaganini bilganimdan keyin undan juda ham nafratlanib ketdim. Hatto ismini ham tilimga olgim kelmayapti. Men uni eslasam ko'nglim aynayapti, Laylo. Sen tushunmayapsan buni. Xo'p, opa, siz haqsiz. To'g'ri, u yaxshi ish qilmadi. Lekin bu ishlarni sizni sevgani uchun qilgan. Rustamchi? Rustam sizni sevmaydi. Nahotki buni farqini sezmayapsiz, opa? Laylo, bas qilgin. Eshiting, iltimos. Iltimos chiqib ket hozir. Chiq. Mayli, ketaman. Faqat mana buni ko'ring. Bu qiz Rustam akangiz ma'shuqasi bo'ladi. Bu yerda nima bo'lyapti? Ha? Qani, telefonni menga ber. Ber. Xo'p, shu o'sib nima qilasanlar? Bitta muammo chiqmasdan ishni tezroq hal qilsak bo'lmaydimi? Hech bo'lmasa indinga deng. Lekinchi baribir noto'g'ri ish qilding. Chunki o'sha qiz Rustam akani xiyonatini bilsa, u bilan gaplashib hammasini yuziga soladi. Nima balo? Faqat pianista do'stlaringiz bilan kelasizmi deyman? Yo'q. Ha, demak qizlar bilan kelasiz-a?